Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2003-yil 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Anjamboy. Avtori Nur Rozi. 22-bob. Halokat buyruqi. 1946-yil 3-oyning 20-kuni chorshanba. Uch viloyat milliy armiyasining qo'mondoni general-leytenant Isaqbek 30 kishilik harbiy maslahatchilar o'makini boshlab Toshqo'rg'onga kelib qo'mondonlik shtabini Tog'armadan Chiligumbazga yo'tkadi. Shuningdan keyin tog' inqilobchilarini rasmiy muntazam qo'shin qilib qurib chiqishning tayyorlik xizmati aldirash boshlanib ketdi. Ular brigada, polik, batalyon, rotalarga bo'linib boshliqlari tayinlandi. General-leytenant Isaqbek 3-oyning 29-kuni Anjamboyga podpolkovnik unvoni berilgan buyruqqa imzo qo'yib, uning maydasiga medal taqab qo'ydi. Ondan uning O'ytaq polkining muavin komandirligiga tayinlanganligini e'lon qilib, uni tabrikladi. O'ytaq polkining oldingi saf qismi 3 batalyonga bo'lindi. Yangidan tayinlangan batalyon komandirlarining tizimligi ichida Zaydin Bagning mu ismi borligi Anjamboyni hayron qoldirdi. U ilgari bundaq bo'lishini xiyoliga keltirmagan edi. U ochiqida polik komandiri Jamoliddin bilan yana tirkishib qoldi. Qamlashmabdi. U cho'ng amalga erishish, ko'p boyliqqa ega bo'lish tamasida qo'shinimizga so'qinib kirib olgan. Bu taraflarni boshqalar nimishqa o'ylashmagandu? Mayli qamlashmasin. Siz bilan mening faqat buyruqni ijro qilish majburiyatimizda bor. Hargiz qarshilik qilish huquqimiz yo'q. Meningcha uni mushundaq vazifaga tayinlash nihoyatda to'g'ri bo'lgan. Jamiyatdagi ashundaq 100 obro'yliq odamlarni o'z tarafimizga ko'proq jalb qilib, sepimizni kengaytirish maqsad qilingan. Qarang, bizning qaysi boshlig'imiz ilgari uningdan yuqori mansablarda bo'lmagan, undaq kaltpamlik qilmang. Bu gapcha siz uning batalyon komandiri bo'lishiga qo'shildi ekansizda. Ha, shtabdagilar mendan maslahat so'raganda uni men ko'rsatgan. Pahpa, mundaqdan texi ahmoqlik, ko'rliq. Bundaq qilsak, ojiz fuqarolar bizdan qochadigan bo'lib qolmamdi? Biz nima uchun inqilob qilyapmiz? Kimga yo'linib, kimga qarshi turishni bilmasak, g'alati ish bu. Jamoliddin qaynab ketdi. Ahmoqlik, ko'zi ko'rliq qilgan odam, dal siz o'zingiz. Xudoyim kallini faqat tumoq kiyishga yaratmagan. Mangadigan yo'lni tepib mengishda ancha-muncha ishqa salson deb yaratgan. Ha desizlar boshqalardan gumon qilaverdi ekansiz. Go'mindan aksiyatchilarga qarshi kurash qilyapmiz. Inqilobchilarga yo'linimiz. Bundaq gumonxo'rlik odatingizni qachon tashlaysiz ekan tang? Gumon qildigan munofiqlar tuganda haddingizdan oshmang. Bundaq do'tlik qilsak bo'lmaydi. Bu inqilobga, xalqqa mas'ul bo'lmaganlik, ziyonkashlik qilganlik. Nima? Siz o'zingizni chag'lamay texi boshqalarni do't, inqilobga, xalqqa mas'ul bo'lmadi, ziyonkashlik qildi deb tillig'udak bo'ldingizmi? Og'zingizni chayqatib, qapoq kallangizni silib o'tib so'zlang. Tilingizga ko'ydirga chiqib qolmasa yana nima degan beshamlik, cho'ng'chilik bu? Bak chekdan eshib ketdingiz, haddingizdan oshmang. U komandir bo'lishga loyiq yo'q qalva. Mushu jidaldan keyin Jamoliddin o'jiqibla ketdi. Anjamboyga gap so'z qilmaydigan, hatto Anjamboy salom qilsa-mu, butnab uning salomini ilik olmay ko'rmasga silib oladigan, qapiqini turibla ketaveradigan bo'lib oldi. Lekin Anjamboy uning bundaq yo'lsizlik qiydashlari bilan kori bo'lmadi. Odamlarining jang qilish mahoratini o'stirishning g'imida aldirash bo'lib ketdi. Uning odamlarining orasida usta merganlar bo'lsa-mu, lekin ularning soni cheklikla edi. Pat arada yana 500 dak mergan yetishtirib chiqishni-mu ko'ngliga pukib qo'ygan edi. Uning ustiga u ilgirki janglarda o'z odamlarining qilichvozlikqa ojiz ekanligini his qilib qolgan edi. Shunga ularning qilichvozlik, merganlik mahoratlarini o'stirish uchun ularni davomli mashq qildirish bilan aldirash chepib yuratdi. 1946-yil 5-oyning 26-kuni yakshanba. Bosh shtabda Qashqar bilan Yakanni ozod qilish plani tuzildi. General-leytenant Isaqbek harbiy maslahatchilardan Mahmud Bey, Abdurahmon Bey,
Baş shtab boshlig'i Qasim Tash, yana Hashim Xuyjang, Said Beg, Axunjanov Sabirjan qatorliqlarmo qatnashib, bu plan qayta tuzitildi. Tadbirlar belgilanib, plan muqimlashtirildi. Bu planga asosan bu qitimqi urushqa 6 otliq polik, yana bir minomyotchilar poliki qatnashish qaror qilindi. Bu qismlar oldi bilan Yangisar, Poskam, Qag'liq qatorliq joylarni ishg'ol qilib, Yakanni qo'rshash, Yakan ozod qilingandan keyin ondan Qiziltog' liniyasidagi qismlar u joylarni o'ziga baza qilib turib, Qashqarga otlanish, O'ytog' liniyasidagi qismlarmo Ulug'chat, Atush, Oqchi, Maralbeshi, Makit qatorliq joylarni baza qilib turib, Qashqarga otlanish. Ikkinchi liniyadagi qismlar bir-biriga moslashib, tang hujum qilib, Qashqarni ozod qilish qatorliqlar belgilandi. Plan tuzildi. Tadbirlar belgilandi. Tayyorlanish uchun buyruqlar tushirildi. Qismlarga aeroplan atadigan zamonaviy zinit-top, har xil pilimot, tam sepillarni teshadigan cho'ng qurollar, minomyotlar saplab berildi. Bu qurollarni ishlatishni mashq qilish ishimi boshlanib ketdi. Oradan ancha uzoq o'tmayla hamma tayyorliklar bitib, taq bo'ldi. Janubiy Shinjongdagi go'mindonchilarning kuni tugashga ozla qoldi. Endi ularni hamma tarafdan tang qo'rib, gelidan g'iqqida bo'g'adigan bo'lsalar, jini tumishqiga kelib qolgan u dushmanlarning ajali to'shatdi. Izilayotgan ojiz harbandilar mushu ulug' kunning yetib kelishini taqozzoliq bilan kutmoqda edi. Texi pishib yetilmagan g'azab nafratga to'lgan tog' inqilobchilari buningdan keyin yana texmi cho'ng g'albalarni qo'lga keltirish uchun jasorat, cho'ng umid, ishonch, e'tiqod bilan jafoliq mashq qilayotgan go'mindonchilarning bu zamindagi dahshatlik zulmining go'rga tiqilishi qosh bilan kirpikning oraliqidek yaqinlashib qolgan, umidga to'lgan mushundoq qaynam tashqinliq kunlarda uch viloyat inqilobiy bo'limi bilan Go'mindon o'rtasida 11 moddalik bitim tuzilib, tog' inqilobchilari uchun foydasiz ahvol yuz berdi. Ular bundaq bala qazo xarakterlik ahvolga duchor bo'lishini zodila o'ylamagan edi. Bundaq bala qazo xarakterlik ahvolda uch viloyat inqilobiy hukumati bilan Go'mindon o'rtasida 11 moddalik bitim tuzilib, tog' inqilobchilari uchun foydasiz ahvol yuz berdi. Bir kuni Jamoliddin mashq maydoniga kelib, Anjambayga mundaq dedi: "Ikkimizni shtabga chaqirtibdi, tez kelsin debdi. Qaraganda yangi bir gap bor o'xshaydi. Bugunlar yo'lga chiqayli." Bu Jamoliddinning ular ikkisi o'rtasida Zaydinbek to'g'riliq hiliqi talash tartish yuz berib, jidallashib qolgandan keyin dastlabki qitim Anjambayga yuz tura holda gap qilishi edi. Ular o'rtalarida xuddi hech qanday ko'ngilsizlik, xafalik yuz bermagandek, go'yo ko'ngillardagi g'ashlik alliq oyoqlarga uchib ketib, g'oyib bo'lgandek, g'ung'ur-mung'ur mungdishib, chilik gumbazga yetib kelishdi. Ular shtabga kirib kelganda, bu yerga Janubiy Shinjong inqilobiy qurolli qismlarining brigada, polik komandirlari, shtab xodimlarining hammasi degudek yig'ilib bo'lishgan edi. Nima uchundir, ularning ba'zilari ruhsiz, qayg'uluq ko'rinadi. Abdidan xafalik yig'ib turadi. Sahna oldida general-leytenant Isoqbek o'yga cho'mgan holda Boritini siylab o'ltiradi. Bir azdan keyin u asta o'rnidan turib, jasurona qiyofatda tik turdi-da, o'ng qo'lini cheksiga opirib, yig'in ahliga harbiycha salom berdi. Ondan oldirmay doni qilib so'zlashga boshladi. Bu dal 1946-yili 6-oyning 13-kuni edi. U mundaq dedi: 1946-yili 6-oyning 6-kuni Go'mindon hukumati bilan 3 viloyat inqilobiy xalqining vakillari o'rtasida 11 moddalik tinchlik bitimi imzolandi. Bizning Janubiy Shinjongdagi inqilobimizmi 3 viloyat inqilobining tarkibiy qismi bo'lg'achqa, bizmi ashu bitimga imzo qo'yg'uchi xalq vakillarini o'z vakilimiz deb taniymiz. Shunga bizmi bitim ichida bizning inqilobimizning asosiy vazifasi qurolli kuch vositasi bilan Go'mindon aksiyachilarini tinchlik bitimiga imzo qo'ydirish, shu orqali xalqning ustidagi ig'ir zulmni ilib tashlab, erkinlik, barobarlik, demokratiyani qo'lga keltirish orqali
xalqchil tuzumni o'rnatish edi. Biz bu tarixiy vazifamizni o'rindidik. Bundan keyin 11 moddalik tinchlik bitimining qaroriga asosan Şinjanda xalqchil siyosat yurgizildi. Tinchlik, barobarlik ishga oshirildi. 11 moddalik bitimning shartlariga asosan biz Janubiy Şinjandagi inqilobiy qurolli qo'shinlarni Toshqo'rg'onni asos qilgan holda bir polik qo'shin qoldirib, qolgan qismlarni oilasiga qaytaramiz. Oilasiga qaytgan xodimlarning tizimligi bizda bo'ladi. Zo'rur tepilganda hamon ularni qaytarib kelib sapga tizimiz. Har qaysi liniya, brigada, poliklarda ishlayotgan bir bo'lik harbiy, ma'muriy xodimlar harbiy hozirlik kursida ta'lim-tarbiya oladi. Ular qurulg'isi milliy armiyaning g'olliq komandirlari bo'ladi. Hozir bizdagi qurollar yig'ilinib, iskilatga topshirildi. Polkovnik Qosim Tosh bosh qurol iskilatiga mas'ul bo'lish bilan birlikda milliy armiya qurilish xizmatini davomli ishlaydi. Brigada komandiri lashkar o'z qismidan bir polik askar tanlab Toshqo'rg'onni davomli ishg'ol qilib turadi. Uningdan boshqa qismlar tarqatiladi. U so'zlashdan to'xtab yig'in ahliga boshdan oyoq bir qur qarab chiqdi. Tövanda o'ltirganlar o'ltirolmay bu yan qarab qimirlashayotdi. Hatto ba'zilari o'rindan turib ketishgan edi. Bir hazodan keyin yig'in maydoni sal tinchlangandek bo'lib edi. Isoqbek so'zini davomlashtirib, harbiy hozirlik kursida tarbiyalanish uchun qoldirilgan ofitserlarning ismlarini o'qishga boshladi. Bu tizimlikda Anjanbayning ismi bor edi. Tuyuqsiz yig'in maydonini varan-churun qoplab ketdi. Hatto ba'zilar o'rinlaridan turib olib, qo'llarini shiltib varqirashga boshladi. Janubdagi dushmanlarning put-qo'lini tushab bo'lgan tursak, ularni yo'qotmay, nimishqa quyruqimizni xodi qilib qochadiganmiz? Ular go'r og'ziga berib qolgan edi. G'iqqidi bo'g'ib tashlasaqlar tugishatdi. Endi ular bizdan qanli qisos oladigan bo'ldi. Bu oljiganlik, taslim bo'lganlik. Men ketmayman, o'lgicha jang qilaman. Isoqbek ularning ko'nglini tushunatdi. Shu tapda mushundoq varqirab, jarqirab so'zlab, buyruqqa qarshi chiqayotganlar ilgirki shiddatli janglarda o'chmas to'hbalarni yaratgan, lozim tepilganda hayotini taqdim qilishga tayyor turadigan, o'tqimi, so'g'imi kirishdan qo'rqmaydigan komandirlar bo'lib, uning yuragida mangulik o'rin olgan og'aynlari edi. Shunga ular uningga mushunda qo'pollik qilsimi, u terikmidi, chechilmidi. Siyliq so'zlab ularga nasihat qilishga boshladi. Biz harbiylar harbiy buyruqqa bo'ysunishi shart. Bu aqalli savat. Töven yuqorining buyruqqa bo'ysunishi lozim. Biz Gomindan hukumatı bilan tuzgan 11 moddalik tinchlik bitimiga amal qilishimiz lozim. Bu to'xtamga chet el vakillarimo aralashgan. Amaliy ijrosida ularning kepilligi bor. Gomindan hukumatı kelishimni ijro qilishga va'da bergan. Agar ular xiloflik qiladigan, u holda uch viloyat taraf saqlab qolgan armiya bilan xalqimiz Gomindanning tinchlik bitimiga xiloflik qilishiga hargiz yo'l qo'ymaydi. U so'zlashdan to'xtab, umid, ishonch, mehr muhabbatga to'lgan o'tliq ko'zlarini yig'in ahliga tikib, harg'in qiyofatda birpas turib qoldi. Qaraganda uning so'zi tugagandek qiladi. Dal shu chog'da Anjanbay asta o'rnidan turdi. Isoqbekka qarab tik turib harbiycha salom berdi. Ondan o'z ko'nglini bayon qilib so'zlashga boshladi. Hurmatli general, men bizni dushmanga bosh egishga qistaydigan har qanday yo'lsiz buyruqni qabul qila olmayman. Meni bu inqilobiy safga qatnashishga beri zo'rlamagan, qistamagan, insoniyatning beshiga tugmas balo qazo, dahshatli zulm, kulpatli ofat, cheksiz shumliqlarni yog'dirayotgan bir o'chum hukmronlarni, mushtum zo'rlarni yo'qitib, tanglik, barobarlik o'rnatish uchun aziz jonlaridan kechib, jafo mushaqqatlarni yengib, jon fidolik bilan jang qilayotgan mard, botur azmatlar to'plangan bu sharafli qo'shinga men o'z ixtiyorim, o'z tashnoliqim bilan qatnashgan. Men mushundaq bir ulug' qo'shinning bo'lishini umr bo'yi kutgan, tashna bo'lgan. Shunga bu qo'shinning g'alabasi uchun hayotimni, yuragimni atagan. Mana endi ashu 11 moddalik bitimni ijro qilish yusidan bizning orzu armonlarimiz yo'q chiqyotidi. İnqilobimizning mushundaq yerim yo'lda to'xtab qilishiga mening ko'nglim, yuragim yo'l qo'ymaydi. O'lib ketsam ko'zim yumilmaydi.
Men u mal'unlarni yo'qotmoqcha kurashni hargiz to'xtatmayman. Yolg'iz qolsammi mayli, oxirgacha ilishiman. Orqaga hargiz qaytmayman. Men bunda halokat buyrug'ini qabul qila olmayman. Afu qilishingizni iltimos qilaman. Anjambay Isoqbekka harbiycha salom berib, asta o'rniga o'ltirdi. Shu tapda uning yo'g'on bir jup ko'zi liqqida yoshga to'lgan edi. Uni taniydiganlar uning ko'zidan shu chaqqicha biror temimmo yosh chiqqanligini bilmaydi. Bu uning cho'ng bo'lib quramiga yetgandan keyin ko'zidan tunji qitim yosh chiqishi edi. Uning beshamlik bilan buyruqqa bundoq ochiq oshkora holda qarshi chiqishi yig'in ahlini hang-tang qoldirdi. Ular uningga ig'ir jazo berilib qilishdan ansirab, ko'zlari chekchiyib ketishdi. Demisimi, har qanday harbiy buyruqqa bo'ysunish shart. Qarshi chiqish mumkin emas, haddimi emas. Buyruqqa qarshi chiqqanlar ig'ir jazolandi, hatto o'limga mahkum qilindi. Isoqbek shu tapda uch viloyat inqilobiy milliy armiyasining ham Janubiy Shinjondagi tog' inqilobchilarining qo'mondoni bo'lish salohiyati bilan uni etib etishgimi, qamab etishgimi butunlay huquqliq edi. Lekin inqilobning nurg'un bo'ron chopquni o't yalqinlarida pishib yetilgan, qalbiga yuksak insoniy tuyg'u, inson barobarligi nishoni mujassamlashgan, hurmatga sazovor peshqadam bu general unda qilmadi. Uning o'chmas o'tlar yalqinjayotgan bir jup nurliq ko'zlari Anjambayga tikildi. "Podpolkovnik Anjambay", dedi Isoqbek ko'yingan holda uning ko'zining ichiga qarab, "Men ko'nglingizni tushunaman. Hamma odamning inqilob qilish huquqi bo'ladi. Lekin inqilob qilishda qaysi yo'lda mengishni tanlashni bilish bu bakmu muhim. Qiyin masala. Hammadan muhimi inqilobning ehtiyojini ko'zda tutishni bilish. Mushu turg'anlarning hammasi siz degan ashu ulug'vor nishonni ko'zlab kurashga atlanganlar. Biz inqilobning ashu nishon maqsadlarining ehtiyoji uchun 11 moddalik bitimni ijro qilyapmiz. Do'stim, Iroqni ko'zlashingiz, inqilobning ehtiyojiga bo'ysunishingizni umid qilaman. Bu mening sizga qilgan buyruqim emas, balki do'stona maslahatim. Bizning inqilobimiz sizdek xalq ozodligi ishlari uchun o'zini atgan azmat baturlarga bakmu ehtiyojliq. Shu arada bir muncha odamlar uni org'a ilib oldi. Undaq kaltpamlik qilmang, buyruqqa bo'ysuning. Bitimni ijro qilish inqilobning ehtiyoji. Bu biz uchun cho'ng sinaq. Sinoqdan o'tishimiz kerak. Shu tapda uni org'a ilib mushundaq oli tag'il javuldab, uningga nasihat qilayotganlarning beshi uningdan cho'ng, amilimi uningdan yuqori katta kishilar edi. Shunga Anjambay ularga o'z ko'nglini izhor qilib javob bermay, peshini qiqibla chiqib ketsa, adabsizlik qilgan bo'ladi. "Sizlarga rahmat", dedi u ularga tikilib qarab. "Menga bundaq qarg'a kelmas nasihatlarning lozimi yo'q. Inqilobni yarim yo'lda to'xtatsin, qo'mondonchilarga kuchuklansin degan buyruqni ijro qila olmayman. Sizlarcha inqilobni mushundaq yarim yo'lda to'xtatib qo'yishga qo'shilsaqlar, ondan inqilobning siniqidan o'tgan bo'ldikanmizda? Yo'q, undaq emas. Men texi o'zimni inqilobning siniqidan o'tdim deyolmayman. Inqilobimizning bundaq ostin ustun bo'lib ketishiga hargiz chidab tura olmayman. Afu qilinglar, adabsizlik qilib qo'ydim. Xudoyim meni mushundaq koj, qaram yaratibdikan, mening ilojim yo'q." Anjambayning bundaq so'g'uq gaplari ularning og'zini tuvoqlab qo'ydi. Lekin ular xafa bo'lmadi. Uningga ich og'ritgan, ichingan holda shukkida bo'lib qilishdi. Isoqbek bir chetda nariroq turib ularning parangini anglab turgan edi. Lekin u gap so'z qilmadi. Ulug' kichik tinib yig'in maydonidan chiqib ketdi. Ili tarafga qaytirib keladiganlarning tizimligida Jamoliddinning ismi bor edi. Lekin u qaytib ketishga unmadi. "Men bu yerga inqilob qilish uchun kelgan. Dushmanlardan qo'rqib qochib ketgili kelmagan. Inqilob g'alaba qozonmoqcha hargiz ketmayman", deb davron silib chin turib oldi. Shu oqshimi u Anjambay bilan mungdishib o'ltirib qaynab ketdi. "Bu guylar nemishqa undaq poq chaynaydigandi? Odamning saprayini o'rlatib, bitimni ijro qilamiz, qo'shinni tarqitimiz deb kapshib ketishlarini qarmamdigan. Ular inqilobchilarning ko'nglini, izilayotgan ko'rmangilgan ojiz bandalarning dard alamini zodala tushunmaydi ekan.
Ah Xudo, oq qo'zg'on qonlarimiz zoya bo'lib ketdi. Shirin arzu armonlarimizning hammasi yo'q chiqadigan bo'ldi. Hammasi tugashdi. Isit bizni amdi nas bosadigan bo'ldi. Yo'q, mayli, nima bo'lsa bo'lsin. Men yanala jim yotmayman. Sizdek batur do'stim bilan billa oxirgacha jang qilaman. Mushu yerda o'lib ketishga rozimanki, qaytib ketishga qarshiman. Bugun sizda qaltis nochilik qildingiz jumo. Hammasi qo'rqib, tangazi tishlab olgandek jimmida o'jiqib o'ltirib olsa, siz baturlik bilan o'tirib sakrab tushdingiz. Ko'nglingizdagini ochiq oshkor deb buyruqqa qarshi chiqdingiz. Ko'nglimda sizga 1000 marta barakalloh o'qidim. Men ata o'ytoqqa qaytmoqchiman. Sizchu yana azroq saqlab boqaymikin deyman. Saqlab nima ish qilamiz? Buyruq bekor qilinib qolsa ajab emas. Belli do'stim, siz nima degan nodon odam a? Unda ham xiyolda bo'lmang. Undaq buyruqlar hargiz bekor qilinmaydi. Cho'nglar qo'l qo'ygan tursa, generalning mo iloji yo'q. Uyg'o shundaq, o'lmagan jonda umid bor debdikan. Xudoyim ularning ko'ngliga insof berib qolsa ajab emas. Biz qaytib berib bo'lgacha oraliqda qismning tarqilib ketishdan ansirab qilyapman. Shunga balduroq berib ta'virnib qilishning oldini olayli, deyapman. 2-3 kun ichida undaqmi bo'lib ketmas. Bir nim demak tas. Ha rost, sizni o'ylab qo'yaylikmikin deb necha vaqtdan beri o'ylab kelyapatdim. Ko'nglingizda o'ylab qo'ygan biror xinim qizlar bordi. Bir oqshomdala to'yinglarni qilyapsak, u ishlarni o'ylashga nada cho'la deysiz? Jamoliddin jimib qoldi, lekin u uxlay olmadi. To'la ulug' kichik tenib, tartib, urib, oxir bo'lolmay o'rnidan turib ketdi. Tala tuzni biroz aylandi. U yinib kirganda Anjambay yanala qo'llarini beshiga qo'yib, xiyolga cho'kkan holda yonpashlab yotatdi. "Nim bo'ldingiz? Xiyolga petibla ketdingiz-ku. Qani deb baqinga, billa boshqa turib baqayli. Qurolning g'imida qoldim. Ular betimni ijro qilamiz deb bizni qurolsizlantirib qo'ydigan o'xshaydi. Qurol topmasak bo'lmaydi. Shunda ular put qo'limizni tushab qo'ymoqchi. Qandoq topamiz? Dushmanlardan tortib olamiz. Balang gap bo'ldi. Boshqa iloji yo'q. Hammamizni g'am qayg'u besib oldi. Hey, dard alam bizni tugashtiradigan bo'ldi. Yo'q, men to'xtamayman. Inqilob g'alaba qilg'icha ilishiman. Sizdek botir do'stlarim yana texi bizni qo'llaydigan ko'rminglan izlayotgan qarindoshlarimiz bor. Hech nimadan qo'rqmayman. Sizmi mendan obdan bilasiz. Bu janub tarafda izlish bak ig'ir ekan. Alvan yasoq, hashar madikarlarning haddidan ziyoda ko'pligidan yo'qsullar holdan ketishib jon talishidi ekan. Ochiq tayoq, dard alamda o'lib ketganlar hamma joylarda uchrab turdi ekan. Askarlikka odam tutish hammadan bak vahshiy ekan, qari demaydi ekan, kichik bola demaydi ekan. Ish qilib, erkak odam bo'lsa, topgan yerlar tutib, bog'lab askarlikka ilib ketaverdi ekan. Men ilidan yakan qog'liqlardagi urug' tuqqanlarimni yo'qlash uchun bu taraflarga 2-3 yilda biror qatim kelatdim. Har qatim kelganimda ashundaq dahshatli zulmlarni ko'rib, cho'chib ketatdim. Xuddi qabohatlik tush ko'rayotgandekla sovuq targa cho'mib, lag'ildab titrab bo'lolmay qolatdim. Dunyoning bundaq tangsiz yaralganligidan nafratlanib, tishlarim g'uchurlab ketatdi. Men oxirgi qatim yakanga kelgan chig'imda, "Voy, uxlab qoldingizmi?" "Yo'q, yurkim ichishib og'riyotsa qandoqmi uyqum kelsin? So'zlavering, quliqim sizda." "Ha, shundoq qilib men oxirgi qatim yakanga kelgan vaqtimda mundaq bir fojiaga yo'l qilib tas-tamas qolgan, jondan ayrilib qolg'ili. Shu kuni kechda biz yakanga yetib keldik. Karvonlar karvonsaroyda qoldi. Men yezidagi tog'amning uyiga qarab yo'lga chiqdim. Bir ala yorliqdagi ko'rikdan o'tib tuyuqsizlar ko'rikning 2 yinidan 2dan 4 askar sakrab chiqibla meni tutib oldi. Cho'chib ketdim. Men nima ish ekanligini anqirib bo'lgacha ular qo'limdan bog'lab, og'zimni, ko'zimni tingib bo'ldi. Ondan pixildashib kulishib meni ittirib, tepib, oldiga silib ilib mandi. Nima ish bo'lganligini, qayerga ketayotganligimni bilmay, hang-tang qolgan, qo'rqqan holda ilojsiz ketyapman. Yo'lda ancha-muncha harvlarning g'ichildab mingishlari, eshak kalalarning pishqurishi, odamlarning bo'sh ovozda qilishgan gap so'zlari qulqimga kirib qoladi. Voy xudoyim,
mavi bichormo askarlikka tutilib qopti emasmi? Erkaklar tugishyotidi. Osmon yiroq, yer qattiq. Ajabmi qabohatlik zamon bo'lib ketdi. Zamoni oxir bo'lgan o'xshaydi. Meni ko'rgan kishilarning yuqorqidek gap so'zlaridan askarlikka tutilganligimni bilsam-mo, hech ishongim kelmaydi. Ular meni shu holda ittirib tepib, agri to'qay ko'chalarda aylantirib yurib, oxir varanchurunliq bir uyga ilib kirgan edi. Shu hamon u uyning ichida kulga ko'tarildi va ular chuvuldishib so'zlashib ketdi. Belli mavi guylarni bir kun ichida odamdan birini tutib kelib, vazifasini tugatib bo'lganligini qarmamdigan omati bor ekan jumo bularning. Endi navbat Saqcho'qur, Tashtaz, Yilimqo'riq, To'xti cho'riqlarga keldi. Biz ata jangal eriq taraflarga boramiz. O'tinchilarni tutmoq oson. Bu navbatmi o'tgan qitimqidek cho'kan tutib kelsak bo'lmaydi jumo. Navbat bizga kelib bo'lg'icha o'lib qoladi ekan. Cho'kan bo'lsa-mu mayli, chiqroq tutib kelsa o'lib qolmaydi. Ahaha. Balang gap qilding, to'qinoq qarg'a. Ayol chiyasini olgan erkak o'xshaydi deb o'ylab, uqmay tutib ketganmiz. Undaq cho'kanlardan biror 100 tutib kelsangmi o'xshash. Bir askarlikka odam tutish vazifang o'rindalgan bo'lmaydi. Ular qo'limni bo'shtib, og'zim, ko'zimdagi tiniqlarni ilibdi. Ko'zimni o'g'latib atrofimga qarab, yo'g'onla bir zalning ichida turganligimni ko'rdim. 40-50 dak meynat, paskina erlar eg'izlarini kamardek echishgan holda menga qarshi turadi. Ularning orasidagi panoq burun biri oldimga keldida, qo'lidagi kaltakni ko'zlarimga tanglab turib, bizcha gapni chalipla so'zlab menga hayva qilishga boshladi. Senma avu mavu o'xshay askar, menma payjon, menda gapi angla, menda nima desama senma shuni qila, yoki desa bo'lmaydi. Mavu kilichi bosh oldi. U yenilik qilishni tutib ko'rsatib qo'ydi. U kutuma mushu boshi kachidu kesadu. Men shundala o'zimning askarlikka tutilib Yangi shahar sepilining ichiga qamilib qolganligimni bildim. Davomi bor.